Qondagi shakarni kamaytirish usullari. Qondagi shakar glyukoza miqdorini me'yorda ushlab turish uchun quyidagi usullar eng samarali hisoblanadi. Shakar va oq un mahsulotlarini kamaytiring. Shirin gazli ichimliklar, konfet va shokolad, tort va pishiriq, oqartirilgan non, oqartirilgan guruchlar o'rniga butun donali non, jigarrang guruch, suli yormasi, dukkaklarni almashtiring. Ko'proq to'lali ovqat iste'mol qiling. To'lalar glyukozaning qonga sekin so'rilishiga yordam beradi. Bularga asosan brokoli, bodring, karam, ismaloq, sabzi, loviya, yasmiqlar kiradi. Oqsilni yetarli iste'mol qiling. Har ovqatda oqsil bo'lishi foydali. Tovuq go'shti, baliq, tuxum, yog'siz tvorog, qatiq, yong'oqlar. Har kuni jismoniy faollik bilan shug'ullaning. Kuniga 30-45 daqiqa tez yugurish, velosiped, suzish, yengil yugurish mashqlari mushaklarga glyukozani samaraliroq ishlatishga yordam beradi. Vaznni me'yorda ushlang. Ortiqcha vaznni 5-10% ga kamaytirish ham qondagi shakarni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Ko'proq suv iching. Kun davomida yetarli miqdorda oddiy suv ichish organizmga ortiqcha glyukozani chiqarishga yordam beradi. Stressni kamaytiring. Stress gormonlari qondagi shakarni oshirishi mumkin. Meditatsiya, nafas mashqlari, sayr qilish, yetarli dam olish stressni kamaytiradi. Uyquni nazorat qiling. Har kuni 7-9 soat sifatli uyqu insulinni sezilarli darajada yaxshilaydi. Qondagi shakarni pasaytirishga yordam beradigan mahsulotlar: dolchin, ko'katlar, avokado, yong'oq va bodom, zaytun yog'i, baliq, loviya, chiya urug'i, zig'ir urug'i. Agar sizda xavfli omillar yoki ikkinchi toifa diabet bo'lsa, shifokor tavsiyasiga ko'ra glyukozani nazorat qilib boring. Agar och qoringa qondagi shakar 7 mmol yoki undan yuqori bo'lsa, yoki sizda tez chanqash, ko'p siyish, vazn yo'qotish yoki kuchli holsizlik kuzatilsa, shifokorga murojaat qilish zarur.